Assalomu alaykum. Ravshan Uz kanalining obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugungi hafta kunimizga juma 14-noyabr. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani. Ona bola sigir qatoridan bir qator narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yasizlar. Mana shu ola sigir so'raganlarga ola sigir narxini so'rab aytib o'tamiz hozir. Bolasi shvedcha ekan. Bunojina bolasi aka buni. Nechinchi qoringa bu bolasi? 3-chi qoringa. Nechta sut beryapti? 7 litr suti bor ekan. Bolasi mana g'unojincha. Nech pul narx aytildi aka bunga? 30 million. 30 million so'ralyapti. Bozor nima berdi? Bozor qilgan narxi 21 million so'm. 21 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Ravshan Uz kanali. 21 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirimizni. Qayeri mol aka bu? Yangiyo'l, Toshkent viloyati Yangiyo'ldan olib kelishibdi akalarimiz. Savdolarga baraka bersin aka, sog' bo'linglar. Navbatdagi sigirimiz birinchi qoringa. Bolasi nima ekan aka buni? Assalomu alaykum. Erkakmi? Nech pul so'radingiz? Qancha? 27 million so'm. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zavodlar bor? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Birinchi qoringa 28 million so'm narx aytilyapti. 23 million so'm savdosi bo'ldi. Bolasi erkak. Necha oylik bolasi? 3 oy. 2,5-3 oylik bolasi. Mana orqa fondan ko'rinishlari sigirimizni. Necha litr suti bor aka buni? Bilmaymiz. Bolasi har zaman 1 litr 2 litr sog' bo'ladi. Telefon raqam qoldirmaymizmi? Telefon raqam? Bilmayman, o'zim olib keldim. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Navbatdagi sigirimiz mana o'zimizning mesni sigir, bolasi yangi. Sutga ishlaymiz degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Nech pul so'radingiz aka sigirga? 30 million. Nechinchi qorin? 2-chi qorin. Ikkinchi qoringa 30 million so'm. Nechta sut beryapti? 10 ta. Bozor nima qildi? Bozor 25 million. Aylarga nasib mengadi. 30 million narx aytilyapti ekan. 25 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirimizni. Nima deysiz? 10 litr sutga. Bolasi ginali bo'lganda men Bolasi necha kunlik? 1 haftalik. Novvoscha g'unojin. Bolasi g'unojin. Telefon raqam qoldirmaymizmi aka? Savdo bo'lib turibdi. Unisam qoldiradigan qoldiradi aka. Yaqinmi ora 25 ga sal yursa. Shunaqa sigir olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana sigirlarimizning narxi 25 million so'm savdosi bo'layotgan joyi shu sigirimiz. 15 ta yig'laydi. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Nimaga unaqa aka? 60 kun bo'ldi. Bo'g'oz sigirmi? O aka. Bo'g'ozmi bu? Aka sal qochib turasizmi? Sigir ko'rsataylikchi. Mana aka, lavzga jo'nab so'radimmi? Yana ola sigirimiz. Aka nechta tug'gan bu? Shu yonidagi 3-chi bolasi, ha? Nechta litr sut beryapti? 5 litr. Yana bo'g'ozmi sigir? Ha, 3tasi bir joyda so'raganlarga. Qornida ham bola, yonida ham bola. Bolasi ham kattagina bo'lib qolgan. Necha oylik bo'g'oz? 2 oydan o'tdi. 2 oyni to'ldirgan bo'g'oz sigirimiz. 5 litr suti bor ekan, yonida bolasi bor. 4-chisiga bolasida ichidagi. Ichidagi 3-chisi. Yonidagi 2-chisi ekan, ichidagi 3-chi bolasi ekan. Nech pul narx aka? 30 million. Bozor nima berdi? 22. Bozor 22 million so'm savdosi bo'pti shu sigirimizni. Telefon raqam qoldirmaymizmi? Necha raqam qo'yamiz?
97lik 985 985 75 85. 75 85. İsmingiz kim aka? Ravshan aka, Adash akamiz akam bilan. Mana shu sigir kimgadir yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, 75 85 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, mana Ravshan akam o'zlari bilan ulanib, batafsil ma'lumotlarini olasizlar. Sigir qayerlik aka? Malek, o'zimizning Sirdaryo tuman Malek tumani ekan. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Shart emas, ha? Ravshanus kanali. Adash, ha? Bozoringizni bersin aka. Puli yengilidan so'ragan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana sigirlarimiz, manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Aka, bunga nech pul so'radingiz? Assalomu alaykum. Sigirimiz mana birinchi qorinmi aka bu? Qo'yavering. Nech pul bo'lyapti narxi? 18,5. Bozor 18,5 qilyapti, ha? O'z qancha so'radingiz? 22 million so'm. Birinchi qoringa bolasi nima ekan? Urg'och. Bolasi urg'ochi 22 million so'm narxi aytilibdi, 18 million so'm savdosi bo'lib turibdi ekan. Savdoingiz barakasini bersin aka, sog' bo'ling. Bozorda sigirlarimiz ko'p. Bemalol kelib sigir sotadigan bo'lsanglar ham, oladigan bo'lsanglar ham tavsiya qilib qolamiz. Nech pul so'radinglar bunga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Shuni Sog'liq yaxshimi? Yaxshi. Puli nech pul aka? 20 million qilishdi. O'z qancha aytyapsiz? 28 so'rayapti. 28 million so'm narxi aytilibdi. 20 Million qilishdi. 20 million savdosi bo'libdi. Nechinchi qoringa bu? 4-chi qoringa. Nechta sut beryapti? 5 ta suti bor. Bolasi nima? Erkak. 5 litr suti bor. 4-chi qorin bo'g'oz. Ona bola sigirimiz 20 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Mana bolasi novvozcha. 6 oylik bor bolasi ham, ha? 5 oydan o'tgan 6 oylik yonida bolasi bor. Bozoringlarni bersin, sog' bo'linglar. Sigirga nech pul so'radingiz aka? Assalomu alaykum. Qancha so'radingiz? 30 million. Bolasi nima, erkakmi? Nech pul so'rayapsiz? 30 million so'm narx aytilib shu sigirimizga, bolasi ham onasiga teng bo'lib qolgan degan. Yerda bir 7-8 oylik buqacha bor ekan yonida. Sigir bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Sigir bo'g'oz emas, ha? Bozor qancha qildi? 24 million 600. 24 million 600 ming so'm savdosi. Bo'pti, Xudoyimga shukr shu sigirimiz. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. Sigirlarimiz. Bozorda mana sigirlarimiz ko'p. Bemalol kelishinglarni so'rab qolamiz. 91lik 595 raqam qoldiramiz. O'zimning raqamim. Lokatsiya so'rasanglar, lokatsiya tashlab beramiz, bozor lokatsiyasini. To'qol sigir nechta tuqqan ekan? Assalomu alaykum. 7-8 ta tug'gan, ha? 8 ta tug'gan deyapti egasi mana. Bolasi nima ekan? Sal tortinchi ekan bolasini. Bolasi urg'och, ha? 1 hafta 10 kunlikmi bolasi? Shunday. 1 hafta 10 kunlik bolasi mana G'unojin. 8 ta tug'gan sigirimiz. Nechta sut beryapti? 7-8 ta. 8 litr suti bor ekan sigirimizni. Puli nech pul aytildi? Mana sigirimizning umumiy ko'rinishlari. Narxi nech pul ekan? Sigiri 20 million so'ralyapti. Bozor nima berdi? Hali savdosi bo'lmadi, ha? 20 million so'm narx aytilibdi. Savdosi bo'lmabdi. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar. Qaysi bir savdo bo'lyapti aka? Ikkalasi bir joyda. Nech pul bo'lyapti? 42,5. Ikkalasi bir joyda 42,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirlarimiz. Buni bolasi nima ekan aka? 7 oylik. Ha, bunisi bo'g'oz. Narigi bir bolasi bor, ha?
Bu sigirimiz 7 oylik bo'g'oz ekan. 42 million savdosi bo'layotganini bittasi, ikkinchisi mana bu. Ikkalasi bir joyda 42 million bo'lyapti-da. 42,5 million. Bolasi nima ekan buni? Erkak. Bolasi erkak. Mana umumiy holatda ko'rinishli sigirlarimizni, mana bu bir 7 oylik bo'g'oz ekan. Bunisi yonida buqachasi bilan 42,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan bir joyda. Qaysi kanal? Ravshan.uz kanali. Savdolarga baraka bersin aka, sog' bo'linglar. Oq sigir nech pul ekan aka? 25 million. Bolasi nima ekan? Bolasi urg'ochi. Yangi tug'ilgan a? 15 kunlik bolasi, urg'ochi. Nechta suti bor ekan? 6 ta suti bor, ertagigacha. Yelilari 4 tasi 4 joyda 6 litr suti bor ekan sigirimizni. Nechinchi qorin dedingiz? Ikkinchi bolasi. Nech pul so'radingiz? 20 million qilyapti bozor. Siz qancha aytdingiz? 25 million. 25 million so'm narx aytilibdi. 20 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu oq sigirimizni. Telefon raqam qoldirib o'tmaymizmi? Necha raqam qo'yamiz? 94lik 359 5900. Ismingiz kim? Odil. Odil akamning nomerlari mana shu sigir kimgadir yoqqan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Sigir qayerdaki aka o'zi? Toshkent viloyati. Toshkent viloyati Oqoltindan olib kelishgan ekan akamiz. Savdoingizga baraka bersin aka, sog' bo'ling. To'qol sigir nech pul ekan? Assalomu alaykum. 50 million. Bolasi qaysi? Mana bumi? Qora urg'ochimi? Xo'kichami? Bolasi urg'ochi. 2-3 oylik. 2-3 oylik bor bolasi, 2 oylik. 1,5 oylik. 1,5 oylik bolasi sigirimiz mana. Nechta suti bor ekan? 18 litr suti. Nechinchi bolasi yonida? Ikkinchi bolasiga. Bozor nima berdi? 44,5 million qilyapti. Ora yaqinmi uzoq? Sal uzoqroq, ha? Bilmayman qaysi. Tavsiya qilamiz mana shunaqa yirik sigir qidirgan aka-ukalarimizga. Telefon raqam qoldiramizmi? Sotilib ketadi, ha? Zo'r ekan. Bozoringlarning barakasini bersin aka, sog' bo'linglar. Ko'tarib turib o'tib ketdi. 18 litr sutga aytilyapti shu sigirimiz mana. Umumiy holatda ko'rinishlari. Qancha qilyapti? Orqasidan ko'rinishlari mana sigirimizni. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Ona bola sigir narxlari bilan tanishtiryapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, oxirigacha kuzatishingizni so'rab qolamiz. Puli yengil sigirlardan ko'rsatib boryapmiz. Tog'a, bu sigirga nech pul so'radingiz? 26 million. Bolasi nima ekan? Erkak. Bolasi erkak. Nechinchi qoringa? Ikkinchisiga. Nechta suti bor? 5 litr, 4 litr. 4-5 litr suti bor-da. O'zimizning jaydari mesni sigirimiz. Bozor nech pul qildi konkretni? 21, ha? Ora yaqinmi, uzoqmi? Endi bozor. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Bunisi nech pul ekan kattasi? 28 million. Buni bolasi nima? Bunoji ne bolasi? Nechta suti bor ekan? 12 litr suti bor. Bozor nima qildi? Bozor hali 25 qildi shu bo'yicha. Ha, yopishib savdosi bo'lgan yo'q, ha, hali. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Qashqa sigir nech pul ekan aka? O boy aka. Qashqa sigir. Narxini bilishmas ekan. Bola sigir kimdan ekan aka? Savdo qilyapsiz. Nechinchi qoringa ekan bu hozir? Yonidagi novvoscha 4-inchisi. Necha oylik ekan bolasi? 2 oylik bor-a? 4-chi bolasi yonida. Nechta sut ekan? 9 ta. 9 litr suti bor sigirda. Bola sigir, zo'r sigir so'raganlarga 9 litr sutga, bolasi erkak. Umumiy holatdan ko'rinishlari. Mana bolachasini ko'rinishi.
Necha pul savdosi bo'lyapti? 27,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Aytilishi qancha bo'ldi? 30 million so'm narxi aytilibdi. 27 million so'm, 27,5 dedingizmi? 27,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu sigirimiz. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin, savdolarni bersin. Assalomu alaykum. Tog'a necha pul so'radingiz? 25 so'rayapmiz. 25 million so'm. Bolasi nima ekan? Bolasi erkak, ha? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Bolasi erkak, ranglari ola. 6 litr 5 litr suti bor. 5-6 litr suti bor. O'zimizning esna jaydari sigirimiz. Rangi olasidan qidirgan aka-uka opa-singillarimizga tavsiya qilib qolamiz. Aytilishi necha pul bo'lyapti? 25 so'rayapmiz. 22,5 qilyapmiz. 22,5 astodil yopish savdosi bo'ldi. 25 million so'm narx aytildi. 22,5 million so'm savdosi bo'libdi. Qayeri moli tog'a bu? Chinozniki. Chinoz, Toshkent viloyati, Chinoz tumani moli ekan. Telefon raqam qoldirib yubormaymizmi? Yo'q. Shart emas, sotilib ketadi. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Bu sigir kimdan aka? Egasi yo'qmi? Mana shunaqa chiroyli sigirlarimiz bor bozorda. Bemalol kelishinglarni so'rab qolamiz. Sigir qidirgan aka-ukalarimizga puli yengil, arzon sigir Sirdaryoda. Mana ona bola sigirlarimiz. Oq sigir necha pul aka? Assalomu alaykum. 25 million. Bolasi nima ekan? Bolasi g'unojincha. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi g'unojin. Necha litr sutga? 6 litr sutga. Bozor nima qildi? 20 million 500. 25 million so'm narx aytilibdi. 20 million 500 ming so'm savdosi bo'libdi shu sigirimizni. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'linglar. Qora sigir necha pul bo'lyapti ekan? Assalomu alaykum. 30 million so'rayapmiz. Bolasi? Erkak. Bolasi erkak. 5-6 oylik bolasi. Ha, shuni. Nechinchi qoringa? 6-chi bolasi erkak. Nechta suti bor ekan? 5 ta 6 ta. 5-6 litr suti bor. Yana qorinda bolasi bormi? 2 oylik. 2 oylik. Bu ham 3 tasi bir joyda ekan. 3 kallali molimizni. Astodil savdosi qanaqa bo'ldi? Astodil 22-23. 23 million so'm bo'ldi. 23 million so'm. Telefon qoldiramizmi? Raqam 90lik 90lik. 403 81 81. 403 81 81. 81 raqamlarga qo'ng'iroq qilsalar, mana shu sigir kimgadir ma'qul bo'lgan bo'lsa, yonida novvoschasi bor, qornida Xudo bergani g'unojinmi, novvoschami? Ismingiz kim? 2 oylik. Ismingiz kim aka? Bobur. Bobur aka bilan telefon qilib, ma'lumotlarni olib, bemalol so'rashingiz mumkin. Qayeri mol aka bu? Baxt. Sirdaryo, Baxt tumani, Sayxunobod tumani Baxt shaharchasidan olib kelishgan ekan molimiz. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'ling. Rahmat. Tak. Necha pul savdosi bo'lyapti ekan? 21 million. Bolasi nima ekan? Bolasi g'unojincha. Nechinchi qoringa? Bu ham 3 kallali mol ekan-da. 3 tasi bir joyda. Necha litr suti bor ekan? 8 litr suti bor. Mana realni savdo bo'layotgan joyidan. Aytilishi necha pul bo'ldi buni? 27 million. To'g'ri savdo necha pulga chiqdi? 21 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti mana shu sigirimizni. O'zimizni Sirdaryo tumanining Sundarobod sigiri mana o'zi ukamiz olib kelgan. Ora yaqinmi, uzoqmi? Ora uzoqroq, ha?
Mana sigirimiz. Ola sigir, cho'tki sigir. Savdolarga baraka bersin, olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin.